Assalomu alaykum Chorva.uz kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari va mana bunday olaparoda so'ragan aka-ukalarimiz uchun bugun jigarlari mana bunaqangi olaparodalarda zo'rlardan, puli yengillardan kelgan. Bittadan layklarni bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bozordan arzon narxlarda chiqarib berishga harakat qilamiz. Bugun 9-aprel 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Qatag'on So'roy qishlog'idamiz obunachilar. Murodjonga mana shunday olaparodalardan ozgina sozgina puli yengillardan kelgan. Bittadan laykni bosgan bo'lsangiz jigar, biz videolarni boshladik. To'liq ma'lumotlarni video roligimiz orqali charchamay kelib oldingizmi? Obunachilar, assalomu alaykum hammalaringga. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa bugunga 9 bosh munojonimiz bor. Ko'chatchilardan olib kelib qo'yganmiz. Zo'rlaridan obunachilarga maza qilib boqishadi. Hammasini bir joyga olib qo'ysa bormi? Firma qilib. Xudo xolasa baraka topishadi aka. Xudo xolasa narxini arzon aytsang, bitta joyga arzon qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha biz arzon deb maqtamaymiz, lekin xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz aka. Narx arzon bo'lsa, xudo xolasa bitta obunachimiz hammasini olib qo'yadi. Bo'ldi aka. Qaysi tomondan boshlaymiz? Ajindan boshlayveramiz aka, ikkalasidan. Birinchisiga ikkita qo'yib beramiz. Birinchisiga obunachilar yirikroq variantidan. Ostini ham ko'rsatib qo'yaylik. Ostini ham ko'rsatib. Molda badaniga ham alohida e'tibor berasiz obunachilar. Yemasa bunaqa yet kirmaydi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa yemoq-ichmoqlariga, yemoq-ichmoqiga bir hafta garantiya. Bir hafta garantiyalari bor. Bizdan ketgandan keyin bir hafta sinab olishadi aka. Xudo xolasa birinchisiga jupmi? Birinchisiga juplaymiz. Xo'p, bo'yni ham ko'rib qo'yaymi? Mayli, yaxshi bo'ladi. Bo'yini ham bir obunachilarga ko'rsatib. Biri 5 plyusga olishavergan. Biri 5 plyus bo'ylari. Biri 7 chiqyapti, biri 5 plyusga olsa. Biri 5 plyusga. Narxini nima deymiz? Narxini albatta yengil qo'yib beramiz-da. Qani? O'ylachi. Ikkalasiga 12 milliondan berishaveradi. 12 milliondan. 12 milliondan. 11,5 milliondan berishadi. Ya unda juda bo'lmay ketadi. Juda bo'ladi-da. Ya unda to'g'ri kelmay qoladi, ju arzon bo'lib. To'g'ri keltiraylik. Hisob chiqmay qoladi. To'g'ri keltiraylik. Sizga 100 ming, obunachilaringizga 100 ming, 200 ming ekan besh 11 million 8 ming so'mdan ikkalasini hozir dastlabki savdo o'ylab bering. Barakasini bersin. Obunachilar 11 million 8 ming so'mdan da xolasa telefon qilishadi, ha? Albatta. Xayrikam bor, beherish bo'lmaydi. Yana ozmoz o'tib beramiz aka. Yo'q. Keyingisiga nechta? Keyingisiga mana shu to'ralasiz. Keyingisiga 4 ta obunachilar. Bunlar ham necha olib chiqib qo'yaymi? Bitta shogird olishing kerak ekan-da, bunday bir tomonga surgani. O'zim shogirdman, o'zim ustozman, tamam. Obunachilar birinchisiga bu. Olasiga qiziqqan aka-ukalarimiz uchun. Gibrid variant. Orqa ko'rinishlari. Oyoqlari ham stakan tuyoq aka, kelishgan hamma yeri. Ikkinchisiga mana bu. Uchinchisiga mana bu. Obunachilar Ostilarni ham ko'rsatib qo'ying. Mollarda xolasa eti yaxshi. Ko'tpas yo et nuqson yeri yo'q aka. Moljonlar tulashga kelibdi. Ha, tulashga kelgan. Hop, birinchisiga bu. Ha. Ikkinchisiga bu. Ikkinchisiga bu. 3 4 To'rtta. Shu to'ralas. Mana obunachilar osti. To'rttasi. Bo'ylari necha? Bo'ylar biri 5 chiqyapti, biri 3 plyusga olsin. Biri 3 plyus. Biri 3 plyusga 1-2 sent taqib aka, bo'yga talashmaymiz da. Bo'ldi. Qani narxi? Narxiga kelsak, qo'lda bering uni ham, yo'lda qilib beraylik aka. Arzonchi deb katta ketib qo'ydik boshida. To'rovni bir joyga oldim desa 11 million so'mdan buni dastlabki meni bo'limda oldi. 11 million so'mdan. Kamini ayt. Bozordan arzon qo'yaman dedingmi? Bo'ldi. Arzon qo'yaman dedingmi? Endi arzon ayt. O'shaga 100 ming sizga, 100 ming obunachilaringizga bitta like bosib turishadi, qo'llab-quvvatlab turishadi. 10 million 8 ming so'mdan turjon bir joyga. Barakasini bersin. Xudo xolasa kommentga yozdim, bitta like bosdim deb telefon qilsa, yana xayrikam bor. Beherish bo'lmaydi. chiroyli qilib o'tib berishadi. Aytilgan narxlar hammasi savdo uchun. Bo'ldi. Keyingisiga beramiz. Ko'p o'tib berolmaymiz-ku. Keyingisiga 3 o'g'ni qo'yib beramiz aka. Keyingisiga obunachilar shu 3 ta. Mana bitta Yengilroqdan kerak menga degan obunachilar uchun. Qani oyoq qo'lini ham qo'yaylik. Mana ko'ring mana. Obunachilar ana. Shu
shoxi kichkina shoxdan ekan. Ko'chatchi. Oyoq qo'llari ham polvon. Bo'ylari necha bo'ladi? 1 metr plus. 1 metr plus. Aha. O'ting. 1 metr plus obunachilar ushlasi. Xohlasa bitta obunachi olib qo'yadi. Xudo xolasa. Qani narxi? Narxi bu cholasini 10 milliondan berishaveradi. 10 30 milliondan. million so'm. 10 milliondan 30 million so'm, ha? Ha. Dastlabki bizni bo'ynimizdan bitta orqam bonus. Bo'ldi bering. Bo'ldi berim o'rgansan. Obunachingizni qo'liga ushagandek qilib baraka qilsa yaxshi bo'ladi-da, aka. Qani? Uchoviga 100 mingdan ham berishadi. Dastlabkasini qilib beramiz. 9 million 800 900 dan deyapsan. 900 dan. Yilim ham 99, narxi ham 99 bo'lyapti, aka. Molda ham 99 lar olarkan-da. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin. Qani? 100 mingdan ekan bo'lsa 98 dan bir joyga sotdim. 98 larga ketdim endi. Bariyasini bersa, obunachilar 9 million 800 ming so'mdan. Nima deyapti? Ko'ring. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Narxlar qanaqa, qimmatmi, arzonmi? Kimga qanaqa mol kerak? Shular haqida kommentariyaga yozib tursalaring, xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga mana shunday videolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Ashadan bag'ini agar yana bitta, Aha. ashadan bag'ini bitta obunachingiz olaman desa, 7 tasini. 7 tasini bir joyga qo'yib beraman, aka. Qani? 7 tasini bir joyga. Hammasini tortdim, yetkazib ber degan odam bo'lsa, 10 million 300 ming so'mdan ketdi emas. Hammasi Bir joyga 10 million 300 ming so'mdan barakasini bersin. Obunachilar qiziqqani bo'lsa. qiziqqanlarga 7 tasini bir joyga tortdim degan aka-ukalarimizga katta ana shunaqa. Mana shunday videolarni sizlar uchun doim yetkazib borishga harakat qilamiz. Sog'lik, salomatlikda keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'linglar.